Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda biz mana bu saytdan sarmoyasiz o'yin o'ynab pul ishlab boramiz do'stlar. Bu saytda biz dollar ishlab boramiz. Sarmoyasiz 5 dollar bemalol ishlasa bo'ladi o'yin o'ynab. Buni video davomida batafsil tushuntirib o'taman do'stlar. Telegram hamda YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga misol uchun kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Bu yerda saytda ro'yxatdan o'tish, mana ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosasiz. Bu havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Qarang, birinchi qatorga elektron pochtangizda hamda username yozasiz, hamda 3 va 4 qatorga bir xil parol yozib, mana bu kapchani qo'yib, ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tasiz yoki Google orqali ham, email pochta orqali ham mana buni bosib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana biz hozir kirib oldik. Kirib olganimiz uchun bizga mana bu 50 ta moneta berdi. Bu sayt ichki pul birligi. Ko'rib boramiz. Qarang, endi asosiy pul ishlaydigan bo'lim, mana pul ishlaydigan bo'lim bor. Shu bo'limga kirib olib hozir ko'rsataman. Misol uchun mana bu yerda turli xil bo'limlar bor. Misol uchun mana birinchisiga bosasiz. Bosgan payt qarang, bu yerda turli xil o'yinlar bor mana. Misol uchun mana games degan bo'lim bor. Games degan o'tadigan bo'lsak, faqat o'yinlar chiqarib beradi. Misol uchun mana shunday o'yinlarda o'ynaysiz. O'ynaganingiz uchun mana 15 ta, mana 15 ta hamda mana bu o'ynaydigan bo'lsangiz, mana 5890 ta beradi ekan. Mana 183 mingta, 3,5 mingtalik misol uchun o'yinlar bor. Bularni misol uchun o'ynaganingizdan so'ng hisobingizga qo'shiladi do'stlar. Buni o'ynab bo'lasiz. Keyin mana bu yerda hisobingizga ko'rinadi. Bu hisobdagi pulni ham qanday yechish kerakligini video davomida batafsil ko'rsataman. Keyin mana ikkinchisiga kirasiz. Ikkinchisiga kirgan paytda ham qarang, mana turli xil o'yinlar bor mana. 3,5 mingtalik, 25 talik. Bularni misol uchun Play Marketdan o'ynab ishlab borsangiz bo'ladi. Yana misol uchun bo'limlari bor. Bularni ham misol uchun ko'rib olib tanishib chiqasizlar. Keyin bu yerda mana turli xil anketalar to'ldirib ham ishlab borsak bo'ladi. Buni ham hozir bir qisqacha aytib o'taman. Mana hozir bir kirib olamiz. Do'stlar, mana kirib olamiz. Mana bu yerda turli xil anketalar bor. Bularni ham to'ldirib chiqasiz. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun anketalar to'ldirib ham ishlasa bo'ladi. Mana bu anketani to'ldirib chiqasiz. 70 ta coin beriladi. 15 minut ichida to'ldirib chiqish kerak. Xuddi shunaqa tartibda ishlab borasiz. Mana bu asosiy bo'lim. Bu bo'limda misol uchun pul yechayotganlar bo'limi ko'rsatilgan mana. Pul yechayotganlar bo'limi bu yerda ko'rsatilgan. Endi mana bu mukofot bo'limida mana bu yerda referalni havolamiz bo'ladi. Referalni havolangizni misol uchun mana nusxalab olib, do'stlaringiz ham taklif qilib olsangiz bo'ladi. Har bir do'stingiz taklif qilsangiz 50 ta tanga beradi ekan. Endi mana naqd pul olish degan bo'lim bor. Do'stlar, mana shu yerdan biz pullarimizni yechib olsak bo'ladi. Bu yerda mana bizga Tron yoki Dogecoin yaxshi. Misol uchun Tronga bosamiz. Qarang. Bu yerda mana aytib o'tgan pul yechish 2 dollar ekan minimalni. Qarang. 2,5 ming tanga, misol uchun sayt ichiga 2,5 ming tangasi 2,5 dollar bo'ladi ekan. Buni misol uchun o'yin o'ynab bemalol ishlab borsangiz bo'ladi. Mana bu joyga Tron adresingizni saqlashni bosib, 2,5 ming tanga bo'lgan bo'lsa, hisobingizda tangani yozib, bemalol yechib olsangiz bo'ladi. Mana olib tashlash degan tugmasini bosib, pullaringizni chiqarib olasiz. Endi mana Dogecoinga yechishni ko'rsataman. Bunda mana hozir 5 ming ta tanga ekan. Bu 5 ming ta tangani o'yin o'ynab ishlab borsangiz bo'ladi. Dogecoin adresini olasiz, saqlashni bosib, mana bu joyga yozasiz hisobingizdagi tangalarni va mana bu tugmani bosib pullaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi do'stlar. Xuddi shunaqa tartibda sarmoyasiz ishlab boramiz. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga sarmoyasiz videolarni chiqarib boraman. Hammaga omad.